Qaynoqasilarda, uylarda ham, farzandlaringlarda hammasida isitma, yo'tal. Shunaqa bo'layotgan bo'lsa kerak. Biz ham bundan o'tdik oilaviy. Mana hozir xodimlarda uyda ham shunaqa, ikkita xodim kelmagan. Uyda farzandlariga qarayapti, farzandlarda isitma, temperatura, yo'tal va hokazo. Xuddi shu hammada bo'layotgan holat. Hatto o'g'lim aytyapti, maktabda 40 ta boladan 16 ta kelgan. Bog'chada ham xuddi shunaqa ahvol. Shuning uchun nima qilish kerak? Kuchli antibiotiklar, ya'ni samarasiz antibiotiklar olib, virusga qarshi kurashaman deb, naborot organizmni, immunitetni battar kuchsizlantirmasdan hozir faqat e'tibor o'sha isitmani tushirishga hamda o'sha virusga organizmni kurashishini oshirish kerak xolos. Ya'ni immunitetni mustahkamlash, uni поддержка qilishga bar e'tiboringizni, fokusingizni qaratishinglar kerak bo'ladi. Yaxshi foydali oqsilga boy ovqatlar, iloji boricha suyuq ovqat, o'sha sho'rva, mastava. Bu virus baribir xohlasak xohlamaslik o'zini davrini yashab o'tadi va o'zi organizmdan chiqib ketadi. 4 kun uyda karantin saqladik. O'sha ilik sho'rvalar, uzoq qaynatilgan go'shtli ovqatlar ichirdik. O'sha propolis nastoykalar, propolis asal qo'shib ichirdik. Propolis nastoykasini o'zini ichdik, spreyini sepdik. Xullas, men endi sevib yurganim o'sha asalari mahsulotlari. Shular bilan organizmda, ya'ni immunitetni поддержка qildik va mana xudoga shukr, hech qanaqa bir yomon oqibatlarsiz. Temperatura ham 2 kun temperatura qilishdi, 38 bo'ldi. Shu bo'yi mana hozir Allohga shukr hammamiz yaxshimiz, lekin hammamiz o'tdik shu davrdan. 1 hafta 10 kun, uzoq 2 hafta chidash kerak xolos. Propolis masalan iching. Agar bolada laringit bo'lmasa, asalga allergiyasi bo'lmasa, asalli choy qilib ichiring, limon choy qilib ichiring. Xullas, qo'rqib ketib, darrov antibiotiklar boshlab, virusdan keyin bakterial infeksiya boshlansa, o'sha antibiotiklaringiz undan ham kuchli olishingizga to'g'ri keladi, ya'ni organizm batamom slabillashib ketadi. Shuning uchun eng oddiy поддержка mana shu mahsulotlar. Sete bagulho,